Toshkentda qurilish avjida, go'yo butun shahar ulkan qurilish maydoniga aylangandek. Yangi turar joy majmualari, zamonaviy kvartallar, infratuzilmali tumanlar, bularning barchasi ko'z o'ngimizda barpo bo'lmoqda. Ammo bu biz, shahar aholisi uchun nimani anglatadi? Avvalo, tanlov keng, biznes klassdan tortib, to'lovga qulay arzon uylarigacha. Ikkinchidan, raqobat quruvchilarni sifatni oshirishga majbur qilmoqda. Ammo infratuzilma, yo'llar, maktablar bunday tez suratda rivojlanishga doim ham ulgura olmaydi. Xo'sh, qayerdan uy sotib olish foydaliroq? Qaysi tumanlar yaqin orada eng istiqbolli bo'ladi? To'liq maqolani realting.uz saytida o'qing. U yerda eng qiziqarli loyihalar va investitsiya uchun eng qulay joylar haqida batafsil tahlil bor. Siz bilan birga bo'ldi Zamira Alimova, Realting TV. Obuna bo'ling va O'zbekiston ko'chmas mulk bozoridagi eng muhim yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Siz bilan birga bo'ldi Zamira Alimova, Realting TV. Obuna bo'ling va O'zbekiston ko'chmas mulk bozoridagi eng muhim yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling.